Alo, Alo. Mansurova Niginaxonga tushdimmi? Alo, alo. Shukrona kunlar muborak bo'lsin. Ha? Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Alo. Meni eshityapsizmi Niginaxon? Ha, eshityapmiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Men G'aniyeva Zulfiya bo'laman, shoira. Ah, Sizni shukrona kuningiz 42 yoshingiz bilan tabriklagani telefon qildim. Ha, rahmat. Qarang, qanchalik baxtli insonsiz. Sizni yaxshi ko'rib, bolajoningiz Shohjahon go'zal maktub yuborgan. Shu maktubni o'qib bermoqchiman. O'zingizga ayta olmagan gaplari bor ekan. Ha, eshityapman. Vaqtingiz bormidi? Bor. Assalomu alaykum, mening farishtam onajonim. Bugungi payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan tabriklayman. Onajonim, jonu jahon mehribonim, har doim meni qo'llab-quvvatlab, dunyoga keltirib, shu darajaga kelishimga sababchi bo'lganim, Xudo berganim mening. Tikuvchilikdan ko'zining nurlari to'lmasdan, hech ham to'xtamasdan, har doim mehnatda, mashaqqatdan qochmaydigan mehnatkashim o'zimning. Allohim sizni menga sovg'a qilib bergan. Bugungi dunyoga kelgan kuningiz muborak bo'lsin. Sizdek onajonim bor ekan, har doim tabassum qilib yuraman. Siz borsizki onajonim, ko'nglimda xotirjamlik bor. O'zingizni har doim ehtiyot qiling. Baxtimga bor bo'ling. Har doim tabassum qilib yuring. Shirin taomlaringiz uchun, menga ishonganingiz, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun va onajonim, mening dunyoyimda borligingiz uchun rahmat deb yozgan. Rahmat. Sizni yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi bolajoningiz Shohjahon deb yozgan. Rahmat. Qarang, bolajoningizni qanaqangi chiroyli tarbiya qilibsiz. Nigina opajon, 42 yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Sizni tabriklovchi buvajonlaringiz Sanobar, singillaringiz Nargizaxon, Zarinaxon, Zaytunaxon, Madinaxon, akajonlaringiz Zafarjon, kemchalaringiz Shoiraxon, jiyanlaringiz nomidan, barchalari nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Aziz onajonim, agar bilib bilmay qalbingizga botadigan noto'g'ri gap gapirgan bo'lsam, meni kechiring deb so'ragan. Rahmat, mana oldimda o'tiribdi. Voy mashallah, ko'z tegmasin. Mehr oqibatlaringiz bardavom bo'lsin. Shohjahon, katta yigit bo'ling ilohim. Necha yoshda? O'g'li Shohjahon degan yoshini yozmaganda? 13 ga kiradi, 16 to'lgan. Ha, eng hayotni tanlov qilayotgan paytlari ekan. Ilohim, nimani niyat qilgan bo'lsa, yaxshi niyatlarining barchasi amalga oshsin. Mana shu bolajoningiz doimo ko'zingizni quvnatib yursin. Siz uchun shu naqangi harakatlar qilibdi. Allohim bularga ham o'zining marhamatini hech qachon ayamasin. Rahmat. Xursand bo'ldingizmi? Xursand bo'ldim. Rahmat. Kattakon rahmat. O'zingizni doimo ehtiyot qiling. Mana shu farzandlaringiz borligi, hozirgi kunga yetganingiz, meni ovozimni quloqlaringiz bilan eshitib turganingiz barchasi Allohimdan sizga sovg'a hisoblanadi. Dunyoda ayolga eng katta farzandi borligi bu sovg'a hisoblanadi. Juda ham baxtli ayol ekansiz. Rasmingizga qarab gapiryapman. Yaqin bo'lsangiz sizga ko'ylaklar bersam, sizning ham qo'lingizga ko'ylak kiyib ko'rsam. Rahmat, mayli. Sog'ligim kamgina nima emas, hozir tikuvchilik qilyapman, qilolmayapman. Bularning hammasi o'tib ketadi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. Insoniyatda ba'zida pastlash, ba'zida balandlash bor. Sizga bolajoningiz nomidan she'r o'qib bersam maylimi? Mayli. Boshimdagi tojim, taratasiz nur, siz bor har onimda orom va huzur. Baxtimga ko'ring ko'p xayrli umr. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Onalar ichida eng a'losisiz. Hayotim gavhari ham jilosisiz. Doimo bolam deb jon fidosisiz. Mehribonim, sizni yaxshi ko'raman. Siz bor dunyolarda yashayman hurdek, yashnayman to'r fasl ochilgan guldek. Duolar sochasiz umrimga durdek. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Gohida og'ritib qo'ysam ko'nglingiz, bildirmaysiz sira xafa dilingiz, meni alqamoqdan tolmas tilingiz. Farishtam, men sizni yaxshi ko'raman. Xudo xohlasa sizni hojiona qilaman deb yozgan.
Voy. Baxtingiz bardavom bo'lsin, sizga ikki dunyo saodat yor bo'lsin. Hamisha xursand bo'lib yuring. Xursandchilik bor joyda xastalik bo'lmaydi. Ko'p narsalarni ko'nglingizga olmasdan har doim xursand bo'lib yurishda davom eting. Baxtli kunlaringizni ko'rib yuraylik ilohim. Hojona bo'lganingizda ham sizni havas qilib tabriklash nasib qilsin. Rahmat, kattakon rahmat. Xursand bo'ldingizmi? O'zimga aytayotgan ekanki, xursand bo'ldim. Ayjon, sizga telefon bo'lish kerak. Degani nomer telefon qilsa telefonni ko'taring, ayjon, undog'am deb gapirib turdi. Voy, muncha zo'r. 13 yoshli bolangiz qarang-a. Muncha zo'r. Bolangizni mehrini qozonibsiz. Ko'z tegmasin mehr-oqibatlaringizga. Hojona bo'ling. Bolangiz uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Juda ham keraksiz ularga. Rahmat. Rahmat Nigin opajon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ovozingizni yozib oldim. Qaysi qo'shni yaxshi ko'rasiz? Videoyingizga qo'yib beraman. Qo'shildimmi? Muzikaman. Labay? Yo, biz tojikda o'zbekchani ham bilamiz. O'g'lim o'zbekchani uncha yaxshi nima qilmaydi. O'shanga qaysi muzikani qo'ysinlar desam, farqi yo'q deyapti. Ona ginamni qo'yib bering. Dildoraningmi? Ha. Xo'p. Xo'p, o'zingizni ehtiyot qiling Nigin opajon. Yana sizda ahvolingiz xudo xolisa so'rab turaman. Panjakentda Zulfiya shoira singlim bor deb yo'qlab turing. Mayli, xo'p, rahmat, kattakon. Mayli. Onaginim senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringga ku umuman gap so'z yo'q ekan. Sen qilgan bu duolaru tilagingni oldida bosh egaman sof yuragingni. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim ko'zlaringdan nur bo'lardim, mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim. Onaginam kel poyingga men tiz cho'kay. Meni boqqan qo'llaringdan kel bir o'pay. Bag'ringga bosh qo'ysam g'amlar chekinadi. Yuragimdan g'am alamlar to'kiladi. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim ko'zlaringdan nur bo'lardim, mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim kim bo'lsam ham bu dunyoda, mehribonim sening uchun qul bo'lardim. Onaginam senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringga ku umuman gap so'z
yo'q ekan. Onajonim tilagim bor alohida, asrasin yo Robbim seni panohida. Ilohim baxtimizga onajonlarimiz hamisha sog', omon